yangi obyektimiz bitdi mana, xudo xolasa. Hozir mana tunikasini yopib bitirdik, xudo xolasa. Materialimiz konteyner material. Faqat kraska sepildi. Kraskasi bilan bo'ldi. Bunaqasi 5,5 metr. Bunaqasi 12 metr. 12 metrga bitta ustun qo'ydik. Mana, oralig'i 5,5 metr, 6 metrdan. Tomga kirishlari boshqasi bilan toza 5,5 metrdan joy qo'ygan. Mana xudo xolasa bitdi. Mana gullari endi uyda egasi olib kelib bergani uchun qo'yib qo'ydik. Lekin mana zigzag bo'lgan, ko'rib turibsizlar. Hammasi konteyner material. Toza 5,5 metr, 6 metr oralig'i. Mana. Darvozaxonadan to'g'ri kiraverish. Tunikalari bo'ldi. Kimga shunaqa navis, gaziroy, so'rtay, tom kerak bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, xizmatdamiz. Mana hozir bu yer manzilimiz Vodilda bo'ldi. Farg'onani Vodilida. Tunika latoylarigacha qo'yib, qotirib berdik hammasini. Mana ustunlarimiz 8 ga 8 profilimizdan bo'ldi. Bu ham konteyner material. Bozorda material emas, 8 ga 8